Assalomu alaykum akalar ukalar. Ofshi 22 metr uzunligi, bo'yi 220, mash turishi 24 million so'm pul bo'lyapti. Patagonilari bilan 2 qavat двойной, oq aynak, germetika, alyumin butilchita, xudo xolasi terlamaydigan qilib, chiroyli qilib qo'yib berilyapti. Eshigimiz pastlari alyumin, arkafon bo'lyapti hammasini, rangini yo'qotmaydi. Issiq sovuq xudo xolasa joyida, choklari hamma yo'g'ini chiroyli qilib berilyapti. Ochilib yopilishlari o'ta go'zal. Pastlari aytganimizdek arkafon. Bu ishimizni ham topshirish arafasidamiz. Oxirgi ish jarayonlari mana. Har bitta romida bittadan ochilish bo'lyapti, ko'rayotganinglardek. Xudo xolasa har tomonlama go'zal. Aytgandek Red Pen seriyadan qilib beryapmiz. Sifatiga ham har tomonlama chiroyli chiqyapti. Patagonilari. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa muddatli to'lovga bitta pasportga 6,5 million so'm pulgacha chiqarib berish imkoniyatlarimiz ham bor. Muddatli to'lov qilib, chiroyli qilib qo'yib beramiz. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar pastdagi telefon raqamlariga.